Kelajagimizga befarq bo'lmagan har bir inson biladiki, bizning yagona najotimiz ta'limdir. Lekin savol bor. Ta'lim bu qoliplarga solishmi yoki qanot berish? Napoleon Bonapart ta'limni davlat quroli deb bilar edi. Napoleon uchun maktab bu fuqarolarni tarbiyalash va davlatga sodiq askarlar hamda amaldorlar yetkazib berish fabrikasi bo'lgan. Uning tizimi qat'iy imtihonlar va markazlashgan boshqaruvga asoslangan. Machiavelli esa inson tabiatini zaif va boshqaruvga muhtoj deb bilgan. Uning falsafasiga ko'ra ta'lim ham odamlarni davlat maqsadlari uchun shakllantiradigan, nazorat ostida ushlab turadigan vosita bo'lishi kerak edi. Friedrich Nietzsche o'z davrining ta'lim tizimini keskin tanqid qilgan bo'lsa-da, u erkinlikni hamma uchun emas, balki ubermensch bo'lishga intiluvchilar uchun deb hisoblagan. Uning falsafasida qiyinchilik va kurash insonni shakllantiradi. Jean-Jacques Rousseauning Emil yoki tarbiya haqida asari Finlandiya modelining poydevoridir. Rousseau bolani tabiiy holatda tarbiyalash, ularni yoshligidan qoliplarga solmaslik va tabiat qo'ynida o'rgatish tarafdori bo'lgan. Albert Einsteinning ta'lim bu faktlarni yodlash emas, balki fikrlashni o'rgatishdir degan so'zlari Finlandiya ta'lim falsafasining markaziy shiori hisoblanadi. Bernard Shaw esa maktablarni aqlni o'ldiradigan joy deb atagan. U ijodkorlikni cheklaydigan har qanday tizimga qarshi chiqqan va insonning erkin rivojlanishini yo'qlagan. Mutafakkirlarning fikrlarini eshitdik. Endi o'zimiz javob beraylik. Farzandlarimizga qanday ta'lim muhitini ravo ko'ramiz? Qoliplarga solishmi yoki qanot berish?